vaqti bo'ldi, o'michik. Men seni tutib olaman. Qo'rqma, g'ardagi o'michik mo'mangning hurmatidan seni o'ldirmayman. Uyani boshqa yerga to'qig'in. Qani ma. Meni nima qilsin deysan? Bu nima qilganing, ha? Sen mo'mang g'ardagi o'michikning hikoyasini bilmoqchi ekansan-da. Bo'ladi, sana aytib beray. Qani, anglab boqqin. Bizning hikoyamizning bosh personaji bo'lgan sening cho'ng mo'mang ilgari Makka mukarrama atrofidagi Savr g'orida yashaydi ekan. Bu joy to'rim va himlik bo'lib, uningda faqat eng zaharli o'mdagi hayvonlar turadi ekan. Qo'rqma qadrlikim. Sen mening kechilik mehmonim. Rahmat sana. Men yo'ldan ezib qolgan o'xshayman. Kechki tomoqdan burun ozroq paranglashsak qanda? Mamnuniyat bilan. Lekin kechki tomoq qaysi? Albatta senda qadrlikim. Sen mening eng yaxshi yemekligim. Yo'q. O'tinib qolay, mag'rayib qolgan. O'tinib qolay. Sen ilgari biror o'mchikning o'z o'lchisiga rahim qilganligini anglab boqqanmiding? Qani degina o'mchik. Sen nemishqa men bilan to'y qilishni tanlading? Rostini desam, bu qo'rqinchli joyda sendan boshqa o'mchik topolmadim. Bizga tomoq tayyorlagan. Ilgari tomoqni o'zing tayyorlayding-ku. Bu to'y qilishdagi an'anaviy odat. Har qanday erkak o'mchik hasharotlarni tutib, shu o'mchikka berdi. Bu uning o'zi bilan to'y qilishni qabul qilishi uchun. Shunda, to'g'ri deysan. Tomoq tayyor bo'ldimi? Ha? Hozirla. Sen bu to'ydan keyin kishi o'mchikning erkak o'mchikni yeyitishi, o'mchiklarning an'anasi ekanligini bilmaysan. Chaqchaq qilyapsan? Yo'q, o'tinib qolay. Meni yemiga. Ilgari sening onangmi dadamni yevatgan. Mening onammi dadamni yevatgan. Meni kechiring, qadrli erim. Bu bizning xarakter va odatimiz. Abdullah'ның oğlu Muhammed bizning tabiatimizni o'zgartib, burundan yashab kelgan urf odat, an'analarimizni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Shundoq, biz burundan o'tloq cho'g'ilib, qizlarni tirik ko'mib, qul dedaklarni setib odatlangan. U mush ishlarni cheklashga chaqiryapti. Bu bo'lmaydi. Uni o'z mayliga qo'ydiganlar bo'lsa, davati atrofga yamirab, uni hargiz to'xtatmaymiz janob. Uni o'ldirib bitay. Bu xatarlik gap. Uning ajdodlarining Qurayshning oqsoqollari ekanligini unutib qoldingmi? Ha? Mening bir fikrim bor. Qani ayta. Biz har bir qabildan birdan kuchli, botir chavandoz tanlaydi. Ular unga tang qo'l so'zsin. Shuning bilan uning qini qabilalar orasida zoya bo'ladi. G'ordagi o'mchik to'satdan o'zining bir farishtaning oldida turganligini ko'ribdi. Farishta uningga o'mchiklarning tilida bir ozdan keyin bu g'orga Allohning yaxshi bandalaridan ikki do'st kiradi. U chog'da sen muhim bir vazifani o'g'irlaysan, debdi. Xo'p, hazratlari, lekin u ikkisi kim? Farishta uningga birinchisi islom payg'ambari Muhammad alayhissalom, ikkinchisi uning bu dunyo va oxirat hamrohi Abu Bakr Siddiq debdi. Bu ikki mehmon debdi. Ular meni ko'rib bearam bo'lib qolmasligi uchun bu joyni tashlab ketamdi. Farishta uningga yo'q, ketmaysan. G'orning eshik tubiga to'rt o'qiysan. Buning qanchalik vaqt ketadi debdi.
To'xtamay 4 soat to'qishib to'g'ri keladi. Orliqda 2 qatim dam oldigan gap. Farishta unaga dam olmay ishla. To'qman to'ring, bayni bir qancha yillar ilgari to'qilgandek bo'lsin. Tushundingmi? Debdi. Muhammadni uydan topamadik. Shundoq, uning karvatida uxlagani, uning tog'asining o'g'li Ali ibn Abu Talib degan yigitga. Aha. Endi qandoq qilamiz? O yiroq ketamaydi. Bu joyda u panohlangudek joy yo'q. U Savr g'origa ketgan bo'lishi mumkin. Izlash yo'limizda qarnimi tekshirib boqaylik. O hargiz qechib ketamaydi. Payg'ambar to'xtamay namoz o'qiyotdi. Hamroyi uning orqasida. Qo'rning asosiy qismini to'qib bo'ldim. Ozroq aram olib, ondan davomlashtiray. Hey ömçük, ko'zingni och. Biroz vaqtdan keyin uyg'ondan bo'lsaning asisi. To'g'ri, shu vaqtda nima ish qilmaysan? Ozroq aram olay. Bu ishning muhimligini bilmayapsan. Oxirgi payg'ambarni kofirlar qo'g'layotdi. Ular har qachon bu yerga kelishi mumkin. Bo'ladi. Birozdan keyin turma. Mening bir aram qildigan zarbamni tetsam, hozirda turasan. Mana sen. Ah, voy sekspito. Buningdan men ig'roq jazoga loyiqsan. Nimishqa? Sen Muhammad alayhissalomning xizmatini qilish orqali eng katta sharafga noil bo'lgan turibmi? Bu fursatni qo'ldan berib uxlayapsan. Hey chimuylar, mening oldimda bunday gap qilish qanday betinyapsan? Men Allohning payg'ambari Sulaymonning oldida gap qilgandimi, u menga ochiqlanmagan. Sen degan nima edi? Qechib ketmasangmi, men seni yem chiqaman. Nima? Yirtqich bo'ri? Undaq emas. Men bo'ri, lekin gunohsiz. Men Allohning payg'ambari Yusufni yegandek tuhmat qilingan. Sizga ishimdan xo'ja. Muhimi, menga insonlar ishonish kerak. Mening hikoyam Allohning kitobida so'zlanib, haqiqiy ahvol oshkorlanadi. Unda oxirgi payg'ambar qutlanmasa, tugashgani shu. Sen men bilan birga tugishsan. Otağıma keligi yüşürdü olay. Tağının içinden çıkıyotgan neydi o? Meni tanımayapsan. Men Salihning to'ygisi. Men ilgari Samud Simirlikka barliq kishilarga sut beradi. Shundaqda men yana bo'g'izlandim. Mening bo'g'izlanishim zimindagi pokishlarning bo'g'izlanganligiga o'xshaydi. Tez bo'l, bo'g'irlik qilma. Menga yana bir qatim bo'g'izlangandek alamas qildiryapsan. Har bir manglamda Allohning payg'ambarlaridan birining xizmatini qilgan hayvonga uchrayapman. Ular mening suslik qilayotganligimni ayblayotdi. Nimishqa ushtum tut quyosh patidi. Bu gigant baxt nima? Abrahaning pili sana gap qilyotdi o'mchak. Seni ko'rganimdan xursandman bega. Men hech kimning bega emas. Allohdan boshqa birining qulim emas. Men Kahbini yiqitish jinoyatiga qatnashishni rad qilganman. Oldingda Allohning payg'ambarining qutulishiga hassa qo'shishing uchun texniyani fursat bor. To'g'ri deysan, lekin men tang'irqab qoldim. Men seni teng'irqashdan qutuldirib qo'yay. Xortimimdan chiqqan bir shamol bilan dunyodagi hamma ishdan qutulasan. Qandaq? Qutuldiringlar! G'arq bo'lgan bo'ldim. Qutuldiringlar! G'arq bo'lgan bo'ldim. Seni dengiz podshohining do'ltiga nima ib keldi? Tuyuqsiz tushib ketdi. G'arq bo'lgan bo'ldi. G'arq bo'lishga loyiqsan. Chunki sen oxirgi payg'ambarning xizmatidagi mas'uliyatingni ado qilmading.
Men onu tanımaydım. Bu bahane bo'lamaydi. Men o Yunusning payg'ambar ekanligini bilmay yutib edim. İçimdeki şu nurning qutilishi uchun toki o'lganiga qadar ro'za tutdim. Ko'zimdan yo'qol. Tez bo'l. Uni man qo'yinglar. O cho'qin hammani e'tirof qiladi. E'tirof qilaman. Men gunoh qilganimni e'tirof qilaman. Bizda gunohning jazosi o'lim. Tabiiy. Sulaymon payg'ambar Xudoning ko'zdan kechirganda meni kutganligini uchun meni bo'g'izlashni qaror qilgan. Faqat ishonchli bir xabar olib kelganligimla meni tushuntirib olgan. To'rning davomini topimsan yoki Hazırla. Öpüp hazretleri. Hoş iştbegi. Meni masxara qilyapsan. İşte hech qachon hech kimning begi bo'lib boqmagan. Boshqalarning xizmatini qilib, muofizachilik qilish bizning sharafimizdir. Men Savri g'arini qanday topa olayman? Yo'ldan ezib qoldim. Sana ko'z qo'yamayman. Men hozir navbatchilik qilyapman. Kimki o'zining zaminini va qilishga tegishli ishini tashlasa, nobud bo'lib, yo'ldan ezib, hech foydasiz bo'lib qoladi. Ay ömüçük, nemişki yığılaysan? Yo'ldan ezib qoldim. Men Makkaga Savri g'ari qaytishim kerak. Üstümge mindi. Qarnım nədligini bilərsən? Mekke mukerremdeki hamma joyni bil. Men Allohning do'sti İbrahimning qo'shi. Sen bir joyni yaxshi ko'rsam, bu joydan birgiz ezib ketmaysan. Muhabbat orqali hamma ishni qilasan. Voy Xudoyim. Hammasi tushimki. To'r. Aldırışım kerak. Bu ishga ketlar nereden keldi? Kapırlarning otlarının ovozi kelyapti-ku. Bar kuchim bilan ishlay. Mesela g'arni izdayli ko'pchilik. Tarqilinglar. Nimani izdaymiz? O'mchikning to'ri qarig'ina. Bu bir qancha oy, hatto yillar ilgari to'qilgan to'rkan. Bu yerga hech kim kirmabdi. Shundoq, tuxum besib chaqqan kattarmi bor ekan? Muhammad bu g'arga kattarlarni hukm etmay halami. Boshqa yerdan izdaylik. Men sizlarga bu joydan bak yiroqlab ketmasliginglarni tavsiya qilaman, Jumo. Ha? Kaptarlar nemishqa yiroq uchib ketdi? Ulug' farishta yana nemishqa kelgandi? Farishta uningga sening vazifang oxirlashdi. Endi Allohning payg'ambari g'ordan chiqdi debdi. Ya hazratlari, o'tinib qolay. O mush yerga kelgandan boshlab men yashashni yaxshi ko'rdim. Ammo nisbatan uning g'oridan chiqib ketgandan, jinim tinimdan chiqib ketgani yaxshi. Men o'zimning faqat bir o'mchik ekanligimni bilaman. Farishta uningga bu ish qaror qilinib bo'ldi o'mchik. Dunyoda sen bilmaydigan nurg'un ishlar bor. Muhammad alayhissalom endi bu g'ordan chiqib butun dunyoni yo'ritish kerak debdi. Hazratim mush yerda namoz o'qiydi. U yerda hamrohining ko'nglini tindirib, ansirma. Allah biz bilan billa degan edi. Men uning chiroyini ko'rganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh ilgirmi uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda turardi. U hamrohiga g'am qilmagan. Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh uningga xotirjamlik bag'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'madilar. Allah kafirlarning sözünü past qildi. Allohning so'zi ustundir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir.
Şundaq qilib payg'ambar alayhissalom kofirlarning suiqasdidan qutulib, haq payg'ambarlik, yaxshilik va tinchlikqa da'vat qilish uchun Parvardigorining yo'lida hijrat qildi. U bizni hayvonotlarga yaxshilik qilishga va ko'nishga buyurdi. U Makkani fath qilishga otlanganda Makkaga urushsiz kirish uchun chig'ir yo'llarni tanlab mengdi. Shu yo'llarning birida uningga tug'ish oldida turayotgan bir ish uchrabdi. Şunun bilan eliq ishning tug'ish jarayonida beoram bo'lib qolmaslik uchun qo'shinni yo'nalishni o'zgartirishga buyurib mundoq debdi. Bir ayol bir mushuk tufaylidan do'zaxga kirdi. U ayol u mushukni bog'lab qo'yib, yo yugidek bir narsa bermagan, yo zimindagi hasharotlarni yeyishga qo'yib bermagan edi debdi. Muhammad alayhissalom bizlarga ojizlarga qandoq mehr shafqat qilishni, dunyo va oxiratda baxt saodatga erishish yo'llarini ana shundoq o'rgatgan edi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على